Assalomu alaykum. Mana bugundan boshlab xudo xolasa Excel bo'yicha qo'shimcha Excel formula ustasi kichik kursimizni boshlaymiz. Bu kurs orqali siz Excelni mukammalroq darajada o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz Exceldagi havolalar haqida bo'ladi va darsimiz oxirida mustaqil tarzda ko'paytirish jadvalini yaratamiz. Excelda ham havolalar mavjud. Bu oldingi Word dasturida ko'rganimizdek biror bir sahifaga yo'naltiruvchi emas, aynan formulani hisob-kitob jarayonida amalga oshiriluvchi havolalar hisoblanadi. Birinchi navbatda nisbiy havolalarni o'rganamiz. Ruschasiga относительные deyiladi. Bu nima degani? Keling, bir chekkadan jadvalimizni tushuntirsak, bugun mana shu jadval ustida bir qancha amallarni bajarib o'tamiz. Birinchi navbatda nomi, har bitta tovarni narxi va ularning miqdori. Oddiygina hisob-kitob amallarini bajaramiz. Demak, muzlatgich 6 million so'mni 2 dona kerak. Buning uchun barobar tugmasini bosib, mana buni belgilaymiz. Ko'paytiruv belgisi hamda miqdori va enter tugmasini bosamiz. Demak, ikkita miqdordagi xolodilnikimiz 12 million so'm tashkil qildi. Mana buni pastga tushirish orqali mana shu formulani har biriga taalluqliligini ko'rsatishimiz mumkin yoki shunchaki mana shu uchburchak belgisi chiqqandan so'ng plus belgisini 2 marta bossak ham to'liq hisoblab beradi. Bu nisbiy havola tushunchasi edi. Chunki qarang, agar mana bunga kiradigan bo'lsak, mana shu formula ketma-ketligida olgan. Mana formulaga kirsak, mana bu ketma-ketlikda olgan. Bu bir-biriga mos ravishda ketadi. Demak, o'ylaydiki biz formula berganimizda mana B2, C2 ni oldi, keyingisida B3, C3 ni oladi. Demak, mana shu ketma-ketlikda bir-biriga nisbatan olib ketiladi. Mana bu formulada qanday havolani olgan bo'lsa, qaysi sahifalarni olgan, qaysi yacheykalarni olgan bo'lsa, keyingisida ham shuni oladi. Nisbiy havola shu. Hozir mutlaq havolaga o'tganimizdan so'ng buni farqini yana ham yaxshi tushunib olamiz. Ana endi chegirma bilan hisoblaymiz. Aytaylik, 12 million so'mlik xolodilnikimizni chegirmasi qancha so'm tashkil etadi? 12% chegirma berilgan bo'lsa, enter tugmasini bosamiz. Agar sizda foiz belgisi chiqib qoladigan bo'lsa, mana bu joydan option'ni tanlab qo'yishingiz kerak va buni yana bir bor to'ldirib chiqamiz. Mana bu 0 chiqqani, mana bu tovarga, ya'ni changyutgichga hech qanday chegirma berilmaganligi uchun chegirma summasi yo'qligini ko'rsatib bermoqda. Va ana endi chegirma bilan uni narxi qancha bo'lishini hisoblaymiz. Buning uchun barobar umumiy narxi ayiramiz, chegirma narxi. Ya'ni 12% chegirma bo'lgandan so'ng qanchaga tushishi. Demak, xolodilnikimiz 6 million so'mlik xolodilnikimizni 2 ta olsak 12 million so'm bo'ladi. Unga 12% chegirma bergani uchun 1 million 440 ming so'm chegirma olib qolinyapti bizning foydamizga va uni narxi hozirda 10 million 560 ming so'mni tashkil qilmoqda. Xuddi shu tarzda qolganlarni ham hisoblab chiqamiz. Hozirgi o'rgangan narsamiz nisbiy havola edi. Buni yana ham aniqroq tushunish uchun mutlaq havola nimaligini hozir o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ana endi mutlaq havola bo'limiga o'tamiz. Mutlaq havola nima? Boyaginda ko'rdik. Hozir buni yana ham bir misol bilan tushuntiraman. Boyagi jadvalimizni davom ettiramiz, lekin bunda biroz o'zgarishlar bo'ladi. Muzlatgichimiz 6 million so'm, ikkita miqdorda 12 million so'm bo'lar ekan. Demak, aytaylik, bizga mavsumiy chegirma qilib 17% berildi. Buni hisob-kitobini qanday amalga oshiramiz? Ya'ni mavsumiy chegirmaga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Buni belgilaymiz barobar. Mana bu qiymatni belgilagan holatda ko'paytiruv. Mana buni belgilaymiz. Chegirmamiz shu yerda, xuddi boyaganda. Ana endi enter tugmasini bosdik. Xo'p, hisob-kitob amalga oshirdi. Ana endi formulani to'liqligicha cho'zsak nima bo'ladi? 0 qiymat olib beradi. Bunga sabab nima? Mana bu yerda agar jadvalni ko'radigan bo'lsak, qiymatni mana bu yerdan olyapti va qiymat ketma-ketlikda siljib ketyapti. Oldin mana 17 ni olgan bo'lsa, ana endi uni pastdagisini olyapti. Mana bunda esa xuddi shu tarzda ketaveradi. Mana bu pastdan oladi. Bu o'zaro nisbat hisoblab olgan, ya'ni yonidan bitta kattak va nechtadir kattak past va chapdan bitta kattakni olaman degan ma'noda tushunib qolgan. Buni qanday to'g'rilashimiz mumkin? Mana endi shu joyga bizga absolyutniy ссылка, ya'ni mutlaq havola kerak bo'ladi. Formula kiritishimizni boshqatdan ko'rsatib beraman. Barobar tugmasini bosamiz. Mana buni ko'paytma belgisi, mana bu kattakni belgilagan holatda F4 tugmasini bosamiz. Mana shunda ikkita dollar belgisi paydo bo'ladi. Bu dollar belgisini biz hozir tushunishimiz oson bo'lishi uchun blok belgisi deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni nima degani bu? Blok degani D qator mahkamlanadi. 12-chi joyi mahkamlandi. Demak, har bitta qiymatni mana shu D 12 dan olasan degan ma'noda qiymat berildi. Enter tugmasini bosamiz va formulani to'liqligicha nusxalaymiz.
Ana endi bir tekshirib ko'ramiz. Demak, agar mana bu qiymatni formulasiga ko'radigan bo'lsak, mana bu joy o'zgargan, chunki bunga hech qanday dollar belgisi berilmagan. Bu ixtiyoriy ravishda D qator bo'yicha harakatlanadi. Mana bunda esa 17% belgilanganligi uchun o'zgarmadi. Agar bu yerdan foiz o'zgartiradigan bo'lsak, aytaylik 13. Mana bu qiymatlar ham o'zgaradi. Ana endi xuddi shu hisob kitobimizni davom ettiramiz. Chegirma narxini bilib oldik. Ana endi chegirma bilan uni ayirib tashlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun barobar mana bu umumiy qiymatdan ayiramiz. Qanchadir chegirma, do'kon bizga bergan chegirmasini, mavsumiy chegirmasini barobar. Mana shu boyaginday nisbiy havola bo'ladi. Bunda hech qanday o'zgarish yo'q. Ketma-ketlikda hammasi jarayon davom etadi. Chegirma bilan berilgan narxni dollarga chaqib ko'ramiz. Ya'ni dollarda qancha bo'lardi? Buning uchun yana mutlaq havoladan foydalanamiz. Barobar tugmasini bosib, buni belgilab, bo'lish belgisini bosib, mana bu yacheykani belgilagan holatda F4 ni bosamiz. Xuddi shunday boyaginday mahkamlanib qo'yildi D13 ga. Enter tugmasini bosamiz. Agar sizda yonida qo'shimcha mana bunday ko'proq sonlar chiqadigan bo'lsa, siz uni mana bu tugmani bosish orqali yaxlitlashingiz mumkin. Shu holatga kelgandan so'ng 2 marta bosamiz va tayyor. Biz nimani o'rgandik? Bitta tovar narxini so'mda bo'lganda, uni ikkita miqdorda umumiy narx qancha bo'ladi va uni bitta katakda mutlaq havola orqali chegirma berganimizda qancha so'mni tashkil etib, chegirmadan umumiy narxidan chegirmani ayirganimizda shuncha so'mni tashkil etdi. Agar uni dollarda xarid qiladigan bo'lsak, mana shuncha dollarni tashkil etishini ko'rib chiqdik. Agar biz mana bu dollar kursini o'zgartiradigan bo'lsak, hammasi o'zgaradi. Mana bu yerdagimiz ham o'zgaradi. Shu orqali siz absolyutniy ssilka deyiladi rus tilida, o'zbekchasi mutlaq havola bo'ladi. Mana shu jarayonni qaytarib ko'rib, bundan-da murakkabroqni ko'rib chiqishingiz mumkin. Keyingi jarayonga o'tamiz. Yana xuddi shu jadvalda davom etamiz, lekin bunda keyingi sahifadagi ma'lumotlardan foydalanishni o'rganamiz. Boyagi o'rganganlarimizda hamma ma'lumotimiz bitta sahifada edi, ana endi boshqa sahifalar bilan bog'lashni o'rganamiz. Demak, narxi miqdori umumiy narxini topdik. Ana endi uni so'mdan rublga qancha bo'ladi, yevroda qancha bo'lishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun shunchaki barobar tugmasini bosamiz. Mana bu qiymatni tanlab, bo'lish belgisini bosib, shunchaki mana bu joyga o'tib rublni tanlaymiz, F4 tugmasini bosamiz. Mana bu adresga ehtiyot bo'ling. D2 boyagi mana bu sahifadagi kurs degani mana bu sahifaga bergan nomimiz. S2 bloklangan ikkalasida dollar belgisi borligi uchun bu o'zgarmas. Enter tugmasini bossak, mana bu yerda qiymat hosil bo'ladi va buni shunchaki nusxalaymiz. Hozir bu nima ish qildi? Mana bu summani, mana bu kursda ko'rsatilgan summaga bo'lib yubordi. Agar buni mana keling eslab qoling, mana bu qiymatlar hozir qanday o'zgaradi agar biz kursni o'zgartirsak. Aytaylik 150 so'm bo'ldi deylik. Mana bu yerda ham narxlar o'zgardi. Xuddi shu tariqa yevroni ham hisoblaymiz. Barobar umumiy summa, bo'lish belgisi, keyingi sahifaga o'tamiz. Va mana bu jadval belgi mana bu yacheykani tanlab F4 ni bosamiz va shunda ikkita dollar belgisi hosil bo'ladi. Enter tugmasini bosamiz va yevroga hisoblab berdi. Shu tariqa hozir darsimiz oxirida ko'paytirish jadvalini ham mustaqil qilishni ko'rib o'tamiz. Bunda ko'rib o'tdik, hozir mutlaq havola bilan ishlashni ko'rib o'tdik va qo'shimcha tariqasida boshqa sahifadagi ma'lumotdan foydalanishni ko'rdik. Agar buni ham qiymatini o'zgartiradigan bo'lsak, aytaylik 15500. Mana bu qiymatlarning hammasi o'zgaradi. Ana endi aralash havolalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Boyagi ma'lumotlarimizga ishlov berishda davom etamiz. Aytaylik, muzlatgich narxi 6 million so'm, unga 3% chegirma bersak qancha bo'ladi? 5% chegirma, 7% chegirma, 15, 23% chegirma bersak qancha bo'ladi? Buni har bittasini boyaginday absolyutniy mutlaq havola orqali alohida hisoblashimiz mumkin yoki birdaniga hisoblab berishimiz mumkin. Buni qanday amalga oshiramiz? Birdaniga tezkor hisoblash uchun barobar tugmasini bosamiz. Mana bu sonni olib, ko'paytiruv belgisi
hamda mana bu manzilni beramiz. Agar biz shuni shunchaligicha qoldiradigan bo'lsak, albatta xato hisoblaydi. Bizga shunday kerakki, bitta formulani butun bir jadvalga tatbiq etishimiz kerak, hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Buning uchun formula kiritishdan oldin uni bir fikrlab chiqishimiz kerak. Demak, bizga mana bu b qator qay darajada o'zgarishi kerak va qaysilarni bloklashimiz kerak bo'ladi. Bizga hozir mana bu qiymatlar hammasiga tatbiq etilishi uchun b blokni bloklashimiz kerak. Buning uchun agar siz F4 ni bossangiz, hammasini mahkamlab chiqardi boya aytib o'tdik. B blok bilan C blokni ikkalasi mahkamlandi. Lekin bizga faqat B ni o'zi kerak. Ya'ni mana bunday qoladigan bo'lsa, hamma qiymatlar mana shu B blok bo'yicha tatbiq etiladi. Ana endi agar buni shunchalik tatbiq etadigan bo'lsak, shunchaki bu xato hisoblaydi. Keling bir ko'rib chiqamiz. Mana bu uje ko'rdingiz, umuman xato hisoblayapti, lekin buni yonga yoyadigan bo'lsak, to'g'ri hisoblab berishi mumkin. Mana yonga to'g'ri chiqyapti, lekin pastga noto'g'ri hisoblayapti. Shuning uchun formulaga yana ishlov berishda davom etamiz. Mana bunda b qatorini blokladik, ya'ni hammasi b bo'yicha ketadi. Ana endi c ni bloklash uchun F4 ni bosamiz va sonni oldiga dollar belgisini qo'yamiz. Mana shunda ikkinchi qatordagi qiymatlar olinadi. Mana bu ikkinchi qatordagi qiymatlar olinadi ko'paytirish uchun, birinchisi uchun b dagi o'zgarmas qiymatlar olinadi. Ya'ni buni ko'paytiramiz maqsadida. Ko'paytirish jadvalini ham xuddi shu ketma-ketlikda bajaramiz. Hozir buni hisoblashni amalga oshiramiz. Barobar ko'rdingiz formulani. Demak, buni barobarni bosdik. Formulani butun jadval bo'yicha tatbiq etib tekshirib ko'ramiz. Xuddi shuni mana bu yonga siljitsak va tekshirib ko'ramiz. Demak, to'g'ri. Mana bu qiymatni 15% ga ko'paytirib beryapti. Hammasi joyida. Shu tariqa siz aralash havoladan foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering. Agar b ni oldida dollar belgisi turadigan bo'lsa, b kattak b qatorimiz bloklanadi. Agar sonni oldida bo'ladigan bo'lsa, o'sha sondagi qiymatlardan faqatgina foydalanadi. Shu orqali biroz murakkab amallarni ham bajarishingiz mumkin. Ana endi darsimiz oxirida ko'paytirish jadvalini mustaqil tarzda yaratib ko'ramiz 0 dan boshlab. Buning uchun shunchaki oddiy sahifaga 1 dan 10 gacha bo'lgan ketma-ketlikda sonlarni yozib chiqamiz. Demak, 2 dan belgilayman. Avtomatik ravishda 10 gacha yasab berish uchun buni bu yerdan ham 1, 2 ni va ikkita kattakni belgilab, mana bunday belgi chiqqandan so'ng 10 bo'lguncha cho'zamiz. 9, 10. Ana endi yaqinroq qilib ko'rsataman. Barobar belgisini bosamiz. Mana bu belgi ko'paytiruv, mana bu belgi. Mana bunda dollarni mana bu joyga qo'yamiz. Mana bunda esa dollarni sondan keyinga qo'yamiz. Ana endi shuni polni yoyib ko'rsak. Demak, to'g'ri amalga oshirdi. To'g'ri amalga oshirdi. Odatda ham hisoblab ko'rishimiz mumkin. 9 kara 9 imiz 81. 8 kara 7 imiz 56. 6 kara 5 imiz 30. Va siz bunga qo'shimcha ishlov berish orqali yana ham mukammalroq holatga keltirishingiz mumkin. Bu bo'yicha Excel kursimizda batafsil ma'lumot berilgan edi. Qanday qilib jadvallar bilan ishlash bo'yicha o'sha kursimizdan foydalanishingiz mumkin. Mana oddiygina ko'paytirish jadvalini o'zimiz mustaqil tarzda qildik. Buni biroz murakkab hisob-kitob ishlarida ham xuddi shu ketma-ketlikda qo'llashingiz mumkin. Faqatgina siz formula berishda albatta uni hisob-kitobini oldindan hisoblangki, qaysi qator, qaysi ustunlarni bloklashimiz kerak, faqat o'shandan qiymat olish kerak. Buning uchun albatta biz mutlaq havolalar bilan ishlashni yaxshi o'rganishimiz kerak. Yaxshi o'rganish uchun mana shu sohada, mana shu mavzuda ko'proq izlanishimiz, ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Nasib qilsa, keyingi darsimizda bundan ham foydaliroq, bundan ham murakkabroq bo'lgan funksiya hamda formula haqida ma'lumot berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarimizni o'tkaza olmaslik uchun albatta kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha